Amazonga ishga kirishga muvaffaq bo'ldim. Qishloq bolalari qatori katta bo'lganmiz, mol boqib, qo'y boqib. Amerikada ishlayapsiz, mazza qilib, o'ynab kulib yuribsiz deb havas ko'zi bilan qarab aytdi-da. Mana Amazondagi katta gigant kompaniyalar IT'da aralashtirdi-da, hozirgi hamma biznesidan ko'ra IT'si ko'proq foyda olib kelyapti-da. Ayolim o'zbek millatiga mansub emas. Plyuslari bor, minuslari bor. Plyuslari juda ko'p aslida. Va yana bitta muhim narsa, bunga xavotirga o'rin yo'q deyishimiz sababi, bu haqida gapirishga eng noloyiq odam bo'lsam kerak. Ismim Bekzod Azimov. Qirg'izistonning O'sh shahri, Nurdor qishlog'ida tug'ilganman. Amerikaga kelganimga 17 yildan oshdi. 2008-yil kelganman student bo'lib. Hozirda mutaxassisligim Amazon kompaniyasida IT mutaxassis bo'lib ishlayman. ITga kirganimga ham 12 yildan oshib qoldi. Bolalikdan o'zi qishloq bolalari qatori katta bo'lganmiz, mol boqib, qo'y boqib. Faqat bitta o'zgarchaligim bo'lgan, maktabda yaxshi o'qirdim. Shu farqim bo'lgan boshqalardan. Ingliz tili eng men qiynalgan fan bo'lgan maktabda o'zi. Bunga sabab yaxshi o'qiganligimiz uchun 2-sinfdan 4-sinfga oqlab o'tganman. Bizning maktabda o'sha ingliz tili 3-sinfda boshlanar ekan. Shunda menda boshlang'ich ma'lumot bo'lmay qolib, shu 9-10-sinfgacha qiynalganman. Shu Amerika orzusi paydo bo'lgan maktab davrida, sababi o'qituvchilarimiz, keyin amakim Amerikaga kelib ketishganda o'sha taassurotlarini aytib, bizni qiziqtirgan. Shunda Amerika orzusi paydo bo'lgan o'zi maktab paytida. 9-10-sinflarda ingliz tilini qo'shimcha o'qiganman repetitorlarga borib va universitetga ham grant asosida Jahon tillari fakultetiga kirganman. 3-kursda shu Work and Travel programmasi bilan Amerikaga kelishga harakat qilganman. Biz O'shdan juda ko'pchilik studentlar bo'lib kelganmiz Alabama shtatiga. Alabama shtatida ham McDonald'sga ishga kelganmiz. 3 oy ishlab, 3 oy yaqin qolganda bir qancha do'stlarim bilan qolishdi harakatini qilganmiz. Endi o'zi asli boshida qolamiz deb o'ylamaganmiz. Vizamiz tugash kerak bo'lgan yozda, J1 vizamizni turist vizaga almashtirganmiz. Bu turist vizam tugashiga yaqin F1 viza, ya'ni student viza ham olganman, o'qishga kirganman. J1 ni turist vizaga, turist vizani student vizaga almashtirishlik bu juda kamdan kam bo'ladigan holat ekan. Chunki Amerika davlati kamdan kam odamlarga bunaqa imkoniyatni berar ekan. Qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa kerak, lekin yosh paytimda kelganligim uchun Amerikaga menda keyin hayotimda o'zgarishlar zina poyada chiqqandaqa sekinlik bilan bo'lganligi uchun menga ko'p narsalar qiyinchilik sifatida ko'rilmagan. Uning ustiga tabiatim ham pozitiv. Odatda ko'p narsalarni yaxshilikka deb ko'raman. Musofirchilik, kam pul topishlik va uyga pul jo'natishlik, shunaqa o'qish paytlari hammalari bo'lgan. Lekin yoshligimizda do'stlarimiz davrasida bilinmagan. 2010-yillar oxirida Chikagoga tanishlarimiz bor edi, akalarimiz. Shular taklif qildi Chikagoga. Ko'pincha biznikilar taksi minardi. Endi biz topayotgan puldan yaxshiroq pul topilardi taksichilikda. Shu yerga chaqirishgan. O'sha ishimni, oshpazlik ishimni tashlab, bir ikkita do'stlarimiz bilan
birga Chikagoga ko'chib kelganmiz. Taksida ham bir salkam 3 yil taksi haydadim. Taksida ishlab yurgan paytimda uylanganman. Uylanishim tarixi qiziqroq, ko'pchilikka qiziq. Sababi ayolim o'zbek millatiga mansub emas. Ayolim Tailand millatiga mansub. Ayolim bilan o'zi Alabamada ishxonada ishlaganimda tanishib qolganman. Keyin Tailandga qaytib ketgan. Bir qiziq voqea bo'lgan. O'sha internetga surat qo'ygan. Universitetning suratini qo'yganda, u suratda xoch ko'rdim. Xristian dinidan bilimingiz bormi desam, ha dedi, o'qitar ekan, juda yaxshi bilishar ekan. Menda fikr paydo bo'ldi. Islom dini haqida gapirishga, chunki xristian dinidan islom diniga o'tishlik juda oson masala. Tushuntirishga harakat qildim va ozgina vaqt o'tib o'zi ham o'rganib islom dinini qabul qilgan. Islom dinini qabul qilgandan keyin uylanishlik qaroriga kelganman. Taksidan boshqa o'qish haqida eshitib qoldim. IT o'qish haqida. Hind IT mutaxassisi bolalarni o'qitayotgan ekan. 3 oy, 2 oy, 3 oy boshlanishda o'qitib, shunga qiziqib men ham borganman. Taksi minib yurgan paytimiz. O'qiganmiz o'shada 3 oycha. Ham o'qib, ham ishlaganligim uchun taksida u o'qishimda baraka bo'lmadi. Ko'p narsa o'rgana olmadim. IT ga qiziqardim, lekin baribir ish yuzasi o'qish bo'lib yaxshi o'qiy olmadim. Keyin IT sohasida o'qimoqchi bo'lsangiz, odatda juda ko'p informatsiya beriladi boshida, juda og'ir informatsiyalar beriladi, tushunish qiyinroq bo'lib qoladi. Va uning ustiga ishlayotgan bo'lsangiz, yana ham qiyin. Uning uchun IT ga o'qiganda ko'proq vaqt ajratish kerak. Keyin o'qitgan odam aytaylik 5-10% sizga yordam berishi mumkin o'qitganda, bir narsa o'rgatganda. Lekin 90% o'zingiz harakat qilishingiz kerak. O'zingiz tinmasdan izlanib, yangi narsalar o'rganib, o'zingizdan bo'ladi. Shuning uchun ko'p harakat qilmadim-da, 3 oy o'qishni bitirdim. O'zimda shunaqa tasavvur bo'ldiki, hech narsa o'rganmadim. Keyin yana 3 oycha ishimni kamaytirib, o'zim ustimda ishladim. Ba'zi do'stlarimiz bilan birga o'qib, o'zimiz o'rganib, yangi narsalarni, o'sha o'qilgan temalarni qaytarib, keyin intervyular, ya'ni ishxonalarga topshirishni boshladim. 20 tacha joyga topshirgan bo'lsam, juda ko'pchiligida juda qiynalganman. Chunki tajribamiz yo'q. Ular bergan savollar ham hammasini ham bilavermaymiz. Juda o'zingizni hech narsa bilmagandek his qilasiz ko'pincha. Shu yerda bir ishda intervyudan juda yomon javoblar bergan bo'lsam ham, shu yerdan javob kelgan 20 tadan o'sha 1 oy mobaynida topshirib intervyular o'tib yurganimda javob keldi, ishga olamiz dedi. To'lovlari ham ko'p emas edi. Menimcha boshlang'ich oyligim bular yiliga hisoblaydi. $52,000 deb menga o'sha dokument berishgan. Odatda shu yerda savdolashsiz bo'ladi. Aytsangiz-ki, bu 52,000 kam, menga ko'proq beriladi desa bo'ladi. Men hech qachon uni savdolashmaganman. Chunki meni ishga olayotganiga xursand bo'lganman boshida. O'zingiz ustida yaxshi ishlasangiz, o'qisangiz, ya'ni ko'proq yangi narsalarni o'rgansangiz, bu ishda o'sish bo'ladi. Shunaqa gap bor. Agar oyligingni eng tez ko'tarmoqchi bo'lsang, ish almashtir, ya'ni. Lekin ko'p ish almashtirish ham yaxshi emas. Men odatda shu 3 yil o'rtacha ishlab boshqa ishga o'tganman. Shunaqa ishlar almashtirib, oxiri pandemiya paytida Amazonga ishga kirishga muvaffaq bo'ldim. Amazonga ham qiziq bo'ldi. Ya'ni men o'zim topshirmadim-da, Amazondan o'sha o'zlari aloqaga chiqdi. O'sha LinkedIn degan platforma bor. Ish profillaringizni ochasiz. Shu Facebook, Instagramga o'xshaydi, lekin ish uchun. Shu yerda Amazondan yozganligi uchun endi qiziqdim. Topshirib ko'rdim. Amazonda ishga olish protsessi haqida ozgina aytib bersam, ya'ni odatda boshqa kompaniyalarda yengil bo'ladi. Amazonga o'xshagan katta kompaniyalarda
ancha qiyin intervyu protsessi bo'ladi. Ular 5 soat intervyu qiladi. Har bir soatida ikkitadan katta injener kelib, sizni so'roq savolga tutib, sizni sinaydi. O'tsangizgina ishga qabul qilishadi va u yerda 5 soat intervyuda 10 ta odam fikrlari intervyudan keyin birga kelish kerak va qaror berish kerak bo'ladi. Shunaqa qiyin proses. Endi ishga kirganimdan keyin ham bu prosesda qatnashdim. Odamlarni intervyu qilish imkoniyati bo'ldi menda ham. Shu yerda balkim ko'pchilikka qiziq bo'lar, sirlari bor. Bularni qanday ishga olish sirlari. Bulardan biri Amazon va katta IT kompaniyalari sizni IT bo'yicha bilimlaringizni emas, nafaqat u, sizni ko'proq talantlaringizni, ya'ni muammolarni yechimini topa olishingiz, shunaqa biz tilimizda aytganda shustriligingizni sinashadi. Chunki hammada ham tajriba bo'lishi mumkin, hammada ham IT sohasidagi juda ko'p bilimlarni bilish mumkin, lekin muammolar chiqqanda ularni yechib bilishlik eng muhimi. Va ko'pincha IT sohasi bo'yicha bilimlari kamroq bo'lsa ham, oxirida ularni shu narsalarni o'rgana bilishligi va muammolarni tezroq yechimlarini topa oladigan sifatlari borligini eng oldiga qo'yiladi. Va yana o'zini o'zi boshqara biladigan injenerlarni olishadi. Ya'ni kimdir ularni manage deganda boshida boshqarib turadigan injenerlarni emas, o'zini o'zi boshqara oladigan injenerlarni olishga harakat qilishadi. Amazonga ishga kirib oldim, ishni boshladim. Amazonda yaxshi tomonlardan biri yangi kirgan har bir ishchini 3 oy davomida o'rgatadi. Bilasizmi, bilmaysizmi, siz qanaqa mutaxassis bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'zlarini plani bor. Faqat o'qiysiz, ya'ni o'rganasiz. Agar bilgan narsalaringiz bo'lsa, qo'shimcha narsalar o'rgansangiz bo'ladi, lekin o'sha ularni bergan plani bo'yicha hammalarini 3 oylik planda to'ldirasiz, keyin sizga ishlashga ruxsat berishadi. Kundalik ishlarim odatda ertalabdan emaillarni tekshirish bilan boshlayman. Odatda kech paytda emaillar kelgan bo'lishi mumkin va u yerda kalendarimiz bor. Kalendarimizda bugungi kunda qanaqangi rejalar bo'lishi mumkin, ularga qarab chiqaman. Va shu bilan ish boshlanadi. Odatda proyektlarimiz reja asosida bo'ladi. O'zi aslida ishlarni planlashtirish eng qiyini. Uni amalga oshirish oson. Va Amerikani o'zi ko'p IT ishlarida yoqadigan joyi bular rejalarni puxta qiladi. Ko'p ish berib yormaydi. O'sha kunga yetarli darajada ishlar bo'linadi va shunga qarab ishlar bo'ladi. Endi IT sohasida o'zimga qiziqqanim uchun menga juda yengil tuyuladi ishlarim va juda qiziqaman. O'zim ishlagandek his qilmayman odatda. Men o'z kunimni o'ynab, kulib o'tkazgandaqa bo'ladi ishlarim. O'zi jiddiy ishlarim ham shunaqa o'tkazaman. O'zi aslida IT ishida ham qiyinchiliklari bor, o'ziga yarasha. Hamma sohada bo'lgani kabi pluslari bor, minuslari bor. Pluslari juda ko'p aslida. Minuslari oddiy bo'lgan narsalari, ya'ni ko'p o'tirishlik, ko'zingizda ko'p qarab o'tirishlik bo'ladi. Kam harakat bo'lishi mumkin, lekin kam harakat qilayotganda ko'proq o'ziga bog'liq. Ya'ni turib ishlash imkoniyati bor. Biz inglizchada flexible deymiz. Xohlaganda ishlashingiz mumkin yoki uzoq o'tirgandan keyin sport bilan shug'ullanishlik endi hamma uchun ham o'zi eng muhim dolzarb narsa. IT da ishlaganlar uchun ham. Shuning uchun uzoq bir narsaga tikilib muammolar ustida ishlagandan keyin ozgina sport bilan shug'ullanishlik yaxshi bo'ladi. Odatda men qiziqishlarim, endi sport turiga kirmasa ham shaxmat o'ynab turaman, lekin ko'proq yuraman va suzishga qatnashaman. Suzish endi eng yaxshi sport turi. Ko'pincha o'tirganda
bellar tolib shunaqa qiylanganda suzish bilan ko'proq yengil tortiladi. Shu charchoqlar chiqadi. O'zi IT sohasida 24 soat yetmaydi. Sizni boshqa biznesingiz ham bor. Shuni qanday siz uddalaysiz hammasini? O'zi biznes sohasida ham ko'p vaqt ajratmayman aslida. Yani ukam sherigi bilan menga taklif qilishgan, sherik bo'lishlikni. Ko'proq o'zim qiziqqan soha IT ga aloqador bo'lganligi uchun biznesimizdagi kerakli joylariga qayerda imkoniyat bo'lsa IT lashtirib avtomatizatsiya qilish ishlarini olib boraman. Shuning uchun menga ko'p boshqa kontekst bo'lmaydi. Ya'ni biznesda ham ko'pincha IT aralashtirganligim uchun ikkalasini orasida katta tafovut yo'q. Unga ozgina vaqt ajrataman albatta, vaqtim ketadi, lekin juda qiziq. Ya'ni hozir yaqindan beri har xil narsalar yasaganmiz, ya'ni bot yasadik, yana shopimizda partlarni yuklaydigan avtomatizatsiyalar qilganmiz. Men qilgan narsalar ishchilarimizni ishini yengillatadi. Ayrimlari ishchilarimizni soatlab qiladigan ishlarini avtomatizatsiya qilaman-da va ularning ishi yengillashadi va ular boshqa produktivniroq ishlar qiladi. Ya'ni mana Amazondagi katta gigant kompaniyalar IT da aralashtirdi-da, hozirgi hamma biznesidan ko'ra IT'si ko'proq foyda olib kelyapti-da. Trak sohadagilar ham ko'proq IT ga urg'u beryapti. O'zlarining IT komandalari bor va har xil avtomatizatsiyalashtirish ilovalarini yozib chiqishyapti. Shunga urg'u berilyapti hozir o'zimizni yaqin do'st birodarlarimiz orasida ham. Begzod aka, hozirdagi bizneslarni nima yutuqlari bor va hamda nima kamchiliklari bor? Hozirda ikki xil yo'llanmada biznesimiz bor, trak sohasida va unga qo'shimcha ustaxona ham ochganmiz traklarga, chunki traklarimiz soni kengaygan sari bizga shu ustaxona zarurati bo'ldi. Yutuqlarimiz endi ustaxonamiz mana 9 oydan beri ishlayapti. Hozirda mexaniklarimiz ham yaxshi va boshqa shoplardan farqimiz endi shop deganda ustaxona. Ulardan farqimiz bizda hozir hamma ishlarni qilamiz. Ya'ni avariya bo'lsa to'g'rilaymiz, mexanika ishlari, balon, yog' hamma ishlarni to'liq amalga oshirganligimiz biz o'zgachaligimiz endi hozirda ustaxonada ko'proq urg'u beryapmiz. U yerda bizning kamchiligimiz hisob-kitobda bo'ldi. Ya'ni juda katta xatolar qildik boshida, sababi ishonuvchanlik qilib, pullarni vaqtida olmasdan unga e'tibor qilmadik-da, nasiyalar ko'payib ketdi. Nasiyaga kamroq savdo qilish kerak ekan. Demak, shu joyda hisobli do'st ayrilmas. To'g'ri, xuddi shunday. Chunki qarz nasiya masalasiga kirganda muomalalar ham ozgina sovuqchilik tushar ekan. Chunki siz pulni so'raysiz, u odam pul berishi qiylanadi. Lekin odatda Amerikada bizneslar ochilganda hamma pulini tikib ochiladi. Qiylanib ochadi vatandoshlarimiz, oson emas. IT sohasida yaqinda boshlangan eng katta temalardan biri bu sun'iy intellekt bo'lib qoldi. Yaqin kelajakda ham bu narsa juda o'sadi. Chunki hozir biz ishxonamizda, ya'ni Amazonda ham juda katta investitsiya, ya'ni katta pul sarflanyapti. Biz o'zimizga ham shu sohani o'rgatishlik, ya'ni malakamizni oshirishlik bo'yicha juda katta ishlar ketyapti. Bu degani juda katta kompaniyalar, Amazon, Google, Facebook
Microsoft kabi kompaniyalar agar shuncha ko'p e'tibor qilayotgan bo'lgandan keyin demak bu narsalarda juda katta potensial bor. Ko'pchilik savol beryapti, ya'ni bu sun'iy intellekt odamlarni ishlarini olib qo'yadimi? Qanaqadir xavotirlar bor. Bunaqa xavotir qilish kerak emas aslida. Buni oddiy qilib tushuntirmoqchi bo'lsam, kalkulyator chiqdi va uni agar ishlatsangiz, sizga faqat ishingizga yordam beradi. U misol hisobchilarni ishini olib qo'ymaydi. Faqat uning ishini yengillashtiradi. Sun'iy intellektdan xuddi kalkulyator kabi. Sizni ishlaringizga yordam bersa beradi, lekin odatda sizni ishlaringizni yoki odamni o'rnini egallamaydi. Ya'ni faqat buni o'rganish kerak va kundalik ishlaringizda uni foydalanishga harakat qilishingiz kerak. Va yana bitta muhim narsa, bunga xavotirga o'rin yo'q deyishimiz sababi bizni odamlarni Alloh shunaqa murakkab yaratganki miyamizni. Bu miyalardagi potensialni juda kam sanamaslik kerak. Bu yerda miyamizni agar yaxshi o'ylansa, biz odamlarda juda katta energiya, ya'ni juda katta bilimlar bor. Buni faqat to'g'ri yo'lda sarflasak agar. Ish bilan shaxsiy hayotni muvozanati, bu yerda inglizchada ham work life balance deb juda ko'p e'tibor qilishadi o'zi odatda. Bu juda muhim. Chunki ba'zida ish bilan bo'lib, uni davomi uygacha kelishi mumkin. Shu IT'ni yangi boshlaganimda juda ko'p holat bo'lgan, ishimga ko'proq urg'u berganman va yillar o'tib sohamda yaxshi muvaffaqiyatlarga erishgandan keyin sekin-sekin balans qilishni boshladim. Ya'ni oilamga ham ko'proq vaqt ajrataman. Farzand tarbiyasiga keladigan bo'lsak, bu haqida gapirishga eng noloyiq odam bo'lsam kerak. Sababi haligacha farzandlarim bilan juda kam shug'ullanaman. Ko'pincha onasi shug'ullanadi farzandlar bilan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ITdan tashqari yana trak biznesi, yana trak ustaxona, shunga o'xshagan bizneslarga sherikchiligim bo'lganligi uchun ko'proq yana hozir biznesga ham sho'ng'ib ketganligim uchun farzandlarga vaqtim juda kam. Lekin men uchun juda xavotirli va qo'rqinchli masala bu o'zi aslida va bunga ko'proq vaqt ajratishim kerak bo'lgan masala, buni bilaman, Amerikada ayniqsa. Bunga bir qisqacha misol aytmoqchiman, yaqinda bo'lgan. Yaqinda O'shga bordimda, mahallamizda qo'shnimiz bilan gaplashib qoldim. Menga aytayapti-da, siz Amerikada ishlayapsiz, mazza qilib, o'ynab kulib yuribsiz deb havas ko'zi bilan qarab aytdi-da. U opamiz aslida 5 ta qizni tarbiyalab, katta qilib turmushga uzatdi-da. Va hozirda qizlari turmushlari juda chiroyli davom etyapti-da. Aslida havas qiladigan ish shu opani ishi aslida. 5 ta qizni tarbiyalab, voyaga yetkazib turmushga uzatish bu juda murakkab, qiyin bo'lgan masala va havas qiladigan narsa. Ya'ni hayotini mazmuni va hayotidagi eng katta sinovlardan o'tib bo'ldi-da. Bizi farzandlarimiz hali yosh, hali bizni sinovlarimiz oldinda. Hamma havas qilayotgandek yashashlikni agar farzandlaringiz Xudo ko'rsatmasin bittasi ham agar noqobil chiqib qolsa, bu narsalar hech qaysi tatimaydi o'zi aslida. Amerikada yashaganlarni ham o'zi qaraydigan bo'lsak, farzandlari avtomatik ravishda ingliz tilida muloqot qilishni boshlaydi. U birinchi til bo'lib qoladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, siz o'rgatmasiz ham. Bularni ona tilisini ushlab qolish maqsadida ko'pincha uyda juda katta harakat bo'ladi. Shunaqa qilish kerak deb o'ylayman. Ona tilisini o'rgatish kerak. Til bu juda muhim narsa. Agar Amerikadan uy olsam, qanaqadir o'rnashib qolaman yoki qolib ketaman degan har xil fikrlari ham bor. Shuning uchun ko'pincha biz vatandoshlar mablag'larini O'zbekistonda yoki Qirg'izistonda uy tarafga sarflashga harakat qilishadi. Bu ham yomon narsa emas, lekin odatda oilangiz bilan kelgan bo'lsangiz, agar u yerda yashamaydigan joyingizga ko'proq investitsiya kiritayotgan bo'lsangiz, bu yerda
ijarada yashayotgan bo'lsangiz, uy olishni tavsiya qilaman. Sotish qiyin deb o'ylashadi. Aslida sotish ham juda oson. Endi Amerika davlatida o'zi uylarni qarzga olish masalalari ko'p bo'ladi. Endi o'zimni tajribamda men faqat bitta yo'lini bilaman. Balkim o'zimni hayotimdagi tajribamni aytib bersam tushunarliroq bo'ladi. Men shu bir fikr aytganman, ya'ni agar uy oladigan bo'lsak, naqd pulga olamiz. Ayolim ham yangi musulmon, unga tushuntirishga harakat qilganman, ya'ni qarz olmaslik, bankdagi foizlar tushuntirganman. Ya'ni naqd pulga olamiz deb biz qaror chiqarganmiz. Endi u paytda unaqa bilimlarimiz ko'p bo'lmagan, ya'ni qarzga olsa bo'lishlik, ya'ni boshqa fatvolar ham bor aslida. Va u paytda ham o'zi pullarimiz ko'p bo'lmagan. Ozgina pul to'plaganmiz, lekin alhamdulillah yo'llarimiz Alloh ochib tashlagan, ya'ni bu tomonga. Ya'ni shu qarorimiz, niyatimizga qarab yo'llarimizni ochib bergan va shu bor pulimiz, ya'ni 40-50 ming dollar atrofidagi to'plangan pulga juda arzon uy olmoqchi bo'lganmiz. Yani bir xonali dom keladi, ya'ni eng arzoni shu. Bir xonali dom ko'rib chiqsak, tashqarida ana meni ITga o'qitgan ustozim meni ko'rib qo'ygan. Aytganda, nima qilyapsan? Bir xonali dom qarayapman. U aytgan, bir xonali dom kichkina, 2 xonali olmaysanmi? Mana meni domimni sotmoqchi bo'lib turibman deganda. Keyin aytganman, meni pulim yetmaydi, naqd pulga olmoqchiman. Pulim yetmaydi desam, haligi odam puling yetmasa, bo'lib uzib yuborasan, meni domimni olaver deb turib, rozilik bildirgan. Shu kelishib, shu domni sotib olganmiz, oyma-oy qolganini uzib berganmiz. 3 yil yashagandan keyin u domimizni, 100 minglik domimizni 125 ming dollarga sotganmiz yaqin do'stimizga va u 125 mingga yana pul qo'shib yer uy sotib olganmiz 300 ming dollar atrofida. Keyin u yerda ham 3 yil davomida yashadik. Va u 300 mingga olgan uyimizni 385 ming dollarga 3 yildan keyin sotdik. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, uyning narxini ko'rsatib bermoqchiman, o'sishini. Ya'ni doim o'sib boradi ko'pincha va sotayotganingizda deyarli doim foydasiga sotasiz. Va bu uyimizni 550 ming dollar atrofida sotib olganmiz. Va bu uyimizni hozirgi o'sish narxi, misol 5 yil bo'lib qoldi olganimizga, aytaylik 800 ming dollar atrofida hozir. Agar sotmoqchi bo'lsak, ya'ni sotish ham oson aslida. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim vatandoshlarimizga, agar imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha o'sha vatandagi uyga emas, bu yerga ham investitsiya qilsangiz foyda bo'ladi. IT sohasi o'zi qisqa bir soha emas. ITda juda ko'p yo'nalishlari bor. Aytaylik, nimaga qiziqasiz? Qonunga qiziqasizmi yoki mudofaaga qiziqasizmi? Xavfsizlik, qanaqa qiziqishlaringiz bo'lsa, u qiziqishlaringizga qarab yo'nalish tanlasangiz bo'ladi. Ya'ni IT sohasi bo'yicha ham, boshqa kasb egasi bo'lgan taqdiringizda ham IT sohasini aralashtirishlik bu faqat foyda bo'ladi. Sizga hozirgi zamon bilan tengma-teng olib ketishlik, hamnafas bo'lishlikni imkoniyatini beradi. Hozir zamonaviy kasblar, ya'ni yaxshi to'lov va ko'plagan ishlar IT sohasiga bog'langan bo'ladi bundan buyon. Faqatgina IT orqali sohalaringizni yaxshi mutaxassisi bo'lishingiz mumkin. Shu o'rinda o'zi Amerikada ko'p yurganimga qaramasdan, o'zimizni qishloqlarda ham unutayotganim yo'q. Hozirda endi vaqt topib, o'zi qanaqadir bilimim bilan investitsiya kirishga harakat qilyapman. Shu yerda ta'kidlab o'tish joiz, o'zim o'qigan maktabda, 79-maktabda shu koding darslari bo'yicha taklif kiritganman. O'qituvchilarimiz bilan borib maslahatlashdim. Bu yerda katta kompaniyalar, biz ishlayotgan Amazon, Microsoft, Google, shunga o'xshagan kompaniyalar juda katta investitsiya kirgizyapti. Amerikaning maktablari uchun programmalar qilishgan. Agar shu o'quvchilardan juda oz qismi bo'lsa ham IT sohasiga qiziqib, shundan foyda oladigan bo'lsa, biz albatta xursand bo'lamiz. Sizning nazaringizda necha yildan keyin truck driverlarni o'rnini AI oladi? Ya'ni sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt. Bu masalada
o'rnini egallamasa kerak. Sababi bu juda ham sekin proses. Lekin baribir ham trakka chiqqan do'stlarimiz o'zi ko'p aytadi, 2 yil, 3 yil maksimum yurishimiz kerak, sababi sog'ligimizga zarar deb aytadi-da. Shuning uchun bu sun'iy intellektni men ularni almashtirishida xavotirim yo'q aslida. Shofyorlarni almashtirishida ko'p xavotir qilmayman. Balkim yordam bo'lar, ya'ni shofyorlarimizga, ya'ni uzoq yo'llarda balkim assistentlik qilar. Sababi ko'rsangiz samolyotlarda hozir deyarli avtopilot, ya'ni qo'ndiradi, uchiradi, pilotlar qolganiga o'zi boshqaradi. Lekin pilotlar yo'qolib ketmadi. Chunki ular baribir qo'ndirish kerak, boshqa hammasida. Shuning uchun bu samolyotlarda ko'rilgan tajriba endi traklarga o'tishi mumkin. Lekin baribir shofyorlar kerak bo'ladi va ishlari yengillashadi xolos. Lekin baribir ham do'stlarimizga maslahat beraman. Endi o'zbeklar bizda ko'proq vatandoshlarimiz odatda uzoq qolib ketmaydi o'zi trak sohasida ham. Ko'pini ko'rganman, ozgina minib, o'zlarini trakini sotib oladi, biznes qiladi, shunaqa o'sib boradi. Bu endi xursand bo'ladigan narsa. Shuning uchun bundan xavotirga tushish kerak emas. Uni ustiga shu sun'iy intellektni balkim o'rganish kerak. O'rganib, uni balkim bu ishlardan yengilroq, ya'ni daromadi ko'proq ishlarga o'tish uchun o'zlariga shans qilishlari mumkin. Bu shans. Ya'ni Alloh bergan ilm, miya bularni ishga solib balkim o'sish kerak. Ya'ni biznes qilish yoki boshqa o'ziga qiziqqan sohalarga. Nimaga bunaqa savolni berdim? Chunki hozir bilasiz, San-Fransiskoda уже bor shunaqa taksi driversiz. Ko'p kishi shunga taqoslaydiki, kelib trakka ham keladi deb. Shunaqa. Endi taksichilik ham o'zi aslida qanaqa desam, ruschada prestijniy deydimi? Ya'ni mashhur bo'lgan ish emas. Ya'ni u narsalar ko'p ham og'ir ish, lekin skilled emas. Ya'ni unaqa ko'p bilim talab qiladigan ishlar emas-da. Shuning uchun men xohlaymanki, vatandoshlarimiz unaqa taksi, trakda ko'p yurmasliklarini, ya'ni bu narsalar unaqa odamni potensiallarini hammasini ishlatadigan ishlar emas-da, oddiy ishlar deb ko'raman-da odatda. O'shuning uchun endi bu narsa o'zi bo'lyapti, vatandoshlarimiz aytganimdek bizneslarga, boshqa narsalarga o'zlarini urib investitsiyalar qilib, trakdan chiqib ketish yoki o'sha biznes qilib balkim minmaslik harakatini qilishyapti. Shuning uchun bundan xavotirim yo'q. Vatandoshlarimiz bilganimdek bu kuzatib boraman, ko'p uzoq muddat yurishmaydi. Shuning uchun endi uzoq muddat yurganlar bo'lsa maslahatim, ya'ni balkim farzandlarini yaxshi o'qitar. Ya'ni balkim shuni harakatini qilishayotgandir. Ya'ni farzandlari ham shu kasbda bo'lmasligini. Ya'ni oddiy misol qilib aytsangiz, shu trak mingan akamizdan so'rasangizki, farzandingiz ham trak minadigan bo'lsinmi desangiz, yo'q deydi. Sababi bu og'ir ish va bu ishni farzandiga ravo ko'rmagandan keyin bunda uzoq yurmaslik kerak. Ya'ni bundan yaxshiroq ishlarni harakatini qilish kerak. Sababi biz vatandoshlarda shunaqa talant deysizmi, bilim deysizmi, yetarli. Ya'ni ko'pincha harakatchan bo'ladi vatandoshlarimiz. Shuning uchun kim harakat qilsa, Alloh o'zi ishlarini o'nglab, albatta yaxshi bo'ladi. Bunga ishonaman. Koinotda hamma narsa o'z vaqti soatini kutadi. Na gul vaqtidan oldin ochiladi, na quyosh vaqtidan oldin chiqadi. Sen sabr qil. Seniki bo'lgan narsa albatta senga keladi.